Bitta flakon dorini bir kunda tugatadigan bemorlar. Muammoni yechimiga emas, muammoni o'ziga aylanadi. Burun ichiga sepiladigan dori vositalari kasallikni davolamaydi. Ular faqatgina burunni vaqtinchalik ochib beradi. Ko'pchilik bemorlar burnim bitib qoldi deydi-da, aptekadan o'z boshimchalik bilan o'zi xohlagan dorisini olib, bilar bilmas dorilarni sepib yurishadi-da. Men shunaqa bemorlarni bilaman. Bitta olgan dorisini, bitta flakon dorini bir kunda tugatadigan bemorlar. Burun ichiga sepiladigan dorilar muammoni yechimiga emas, muammoni o'ziga aylanadi. Vrachlardan bemaslahat ishlatsak, bemorlarda asosan miyada qon aylanishi buzilishi mumkin, xotira pasayishi mumkin, yurak qon tomir kasalliklari kelib chiqishi mumkin, o'rganib qolish, zavisimiz boshlanadi. Burun nima sababdan bitayotganini aniqlashimiz kerak. Bular asosan allergiya kasalliklarda, shamollash kasalliklarida, revmatit, bronxit, etmetik hamma kasallikda burun bitadi. Shularning hammasini oldini olib, simptomatik davolar bilan birga burunga sepish dorilarini ishlatsak, bemor tezroq ahvoli yaxshilanadi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni burun bitib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.